Salam dostlar, avvalen barcha aziz do'stlarimizniki ro'zayitinglar muborak olsun. Manglar yaxshiliklarni tilaymiz, yetin yaxshi o'tkazinglar. Uningdan sirt mushu yaqindan beri men to'xtamay fushur qilib, yangi naqshingiz chiqdimi degan do'stlar bek chiq bo'ldi. Yangi naqsh chiqdi. Do'stlarimizdan sabah ekranda yuz ko'rishdi, ammo undan sirt Van akamning muzika qutusida bor. Shunga yangi naqshamni Van akamning muzika qutusida kirib olsanglar bo'ldi. Do'stlarimiz yangi kuylar albatta sizlar uchun. Onunuzga qara. Siz hozir yaman cho'ng loban bo'lib ketibdi. Bu naqshning orasidagi yaman chiqqan loban deb kelib ketibdi degan adash. Shunga bir Yo'q, bu menda bu parangnimi balla chaqchaq qilib bir dedichu. Naqshchining orasidagi yaxshi loban, lobanlarning orasidagi yaxshi naqshchi deb. Bu menda qish. Menga nurg'un do'stlarimiz uchur qilib yangi naqshingizni olsak bo'ldi ham undan siz Urumchida nada o'yin qo'ysiz. Shu yer berib naqshingizni anglab kelsak bo'ldi degan ballar jiq. Men Urumchida o'yin qo'ymayman. Urumchida emas, asosiyatan janubdagi do'stlarimiz bilan birga janubda shunyan qilyapmiz. Ham nurg'un do'stlar shu pianoning burunqi oldi, naqmaydan muzika ishlayotgan oldi, asholatni sevganda ham yangi naqshingiz chiqsa shu yerdan anglaydi bu deb degan ballar bek jiq. Shunga buni asl keyinroq oshkorlaydigan, keyinroq oshkorlaydigan. Men shu yaqinqi bir oydan beri shu bizningki yana bir muzikalik klubimizdan, Naqmaydan muzikalik klubimizdan tayyorligi bilan bo'lyapman. Shuni mashina vaqtdan beri to'xtamlarni tuzib, do'konning xaritasini sizg'izib, do'konlarni tanlab degandek bu ishlar bilan bo'lib qoldik. Ham uningdan sirt bizning izchil, mening doirimda izchil bolalar meningki naqshamni anglab kelyapsizlar, ham kunlik turmushimni ko'rib kelyapsizlar. Buningdan keyingi doirimda hamda asosliq yangi idealik bo'lgan, yangi go'zal bir muhit bilan hozirlangan muzikalik klubningki kelib chiqish jarayonini o'stirimiz bilan bahilnima. bu adash bu bazoyinib yurimiz bu ishning aldirashchiligida bu Sen to'q esingda ketibdi. Bugun xaritaning chiqadigan kuni edi, shojitonning chiqadigan kuni. Bazoylanmaymiz, malni ishxonasiga keldi. Xudoning ishxonasi banda emasmi adash? to'g'ri. Jura ishxonasi. Borsam tovushini chuklab yurgandek qilamiz biz. Sen dola. Fark to'xtab tur. Shu mana ichki darisini erkakchan quvvat qilib olamı? Erkakchan ichilgan qilib qo'ysak. Buldu. Men evet ma Huawei'ninkini mo birleştirib etsak, Hesapda demakchi o'g'lim mana ichki darisini ilib etsak, teshiklarni ko'ra oladi ham, ovozni anglay oladi demakchi o. Undan hozir men Farruxniki layligida men ochma deb ochqizmagan beshida. Manda qildi tanlashni adash. Biz bu yerda yo'q qo'ymay, g'oyat tanlashni atraf finslag'im tashlab qo'yib manda qilaylik. Finslar o'z desa adash. Lekin bizga japatadigan yerim bor. Finslar achimiz desa ochgan bu, achigan qazroq japatatib, ochmaymiz desa, ochmaydiganning japasini tatib. Eşi do'ttag'alam ishchiliklarning muzikasini anglashni xohlaydi-da. O'yladikilar hamda men ishchidagi nomerni ko'rish kerakmi, kerak emasmi yoki ishchidagi naqshni o'zir elish kerakmi yoki ayrim bir o'yildagi ayrim bir dunyoda yashash kerakmi? Shuni tanlashni ashta qilaylik. Ben sizlarda şartlar yok. Ya unda sen mallar koş. Of şıqılıb xaritni ko'rash, tanlashma va sitas bir ishga rast qilsam. O'zim siz qanday ko'p ketdim. Xo'sh, hamda qandaylik bo'lsa, bugun bir ish bo'lsin, tugidi. Hamda kelar qisanda muzikalik klubniki qanday bosqichlari bor, shuni qiziqsanglar, ko'rib qilishni unutmanglar.